Hurmatli o'rtoqlar, keyingi darsimizga o'tamiz. Hadisda xodim lavozimni almashtirish, shuningdek oylikni o'zgartirish ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga zarfat va kadr bo'limi kerak bo'ladi. Bu yerdan kadrga переводni tanlaymiz. Xo'p, hazrat. Bu yerdan qachon ishni lavozimi yoki oyligi o'zgargan? Buyrug'imizga qaraymiz. 01.07 o'tgan. Lavozim almashtirish to'g'risidagi buyruq. Buxgalter lavozimidan bo'shatilib, bosh menejer lavozimiga ko'chgan. 01.07.23 01.07.23 data berayotgan hudud yoziladi. Nomer prikaz buyruq raqami bizda 4-raqamli buyruq. Hop, sotrudnik kerakli ish tanlanadi. Yana o'sha lavozim almashgan ish tanlanadi. Qaraydigan bo'lsak, hop, mana bu ishchini eski joyi bo'ladi. Ya'ni bir urushda teskarasida hudud joy tushunildi, hududni tarafda joylashgan. Demak, bu eski lavozim bo'ladi. Mana bu yerdan yangi lavozimni qo'shish uchun mana bir galcha qo'yish kerak. Перевести в другое подразделение или на другое. Shu yerga galcha qo'yamiz, mana bu ochiladi. Ochilgandan keyin подразделение qaysi bo'limga o'tayotgan bo'lsa, shu bo'lim tanlanishi kerak bo'ladi. Bizning ishimiz bosh menejer ma'muriyatda ishlaydi, shuning uchun bu joyda qoladi. Agar bo'lim o'zgarsa, bu ham tanlanadi o'z-o'zidan. Должность bizda buxgalter bosh menejer degan lavozimga o'tgan. Bizda bosh menejer yo'q, qo'shish kerak. Bosh menejer deb записать закрыть. Точно tanlaymiz. Вид занятости. Grafik работы. Misol 5 kunlikdan 6 kunlikka o'tgan bo'lishi mumkin. Tanlaymiz. Stavkamiz o'zgargan bo'lsa yoziladi, o'zgarmagan bo'lsa joyida qoladi. Keyingisi trudovой договор kerak emas. Hop, agar oyligi ham o'zgargan bo'lsa, mana bu yerga galcha qo'yiladi. Изменить начисление. Agar oylik o'zgarmagan bo'lsa, tegilmaydi, OK bosiladi shu bilan. Ishchi bosh menejerga aylanadi, lekin bizda oyligi ham o'zgargan. Shuning uchun buni galchasini bosamiz va razmer degan joyga jadvalda bosh menejer qancha oladi? 2,5 million. Shuni o'zgartiramiz. Xo'p, ismdan chiqaraylik. Agar ishchini mana bo'lim o'zgaradigan bo'lsa, mana bu kodini ham o'zgarish kerak bo'ladi. Hop, keyin провести закрытие bosamiz. Va endi bizning ishimiz hopda bosh menejer bo'lib ishlaydi.